ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi arab tili darsimizga xush kelibsizlar. Bu 10-darsni 8-qismi bo'ladi. Bugun inshaalloh 1-kitobdan 10-darsni yakunlaymiz. Avval 1-mashqni bajaramiz, keyin esa bundan avvalgi video darsda o'rgangan yangi fe'l ko'rinishlari bilan mashq qilamiz. Keling 1-mashqni ko'rib chiqamiz. Bu yerda berilgan savollarga javob berishimiz kerak. Birinchi savol: Masmuka, sening isming nima? Domir kani ko'rib, bu savollar muzakkar ikkinchi shaxsga qaratilganini bilib olsak bo'ladi. Javob gapni ismi deb boshlashimiz mumkin. Bo'sh joyga esa o'zimizni ismimizni qo'yamiz. Masalan, ismi Xolidun, Aliyun yoki Hamzatu deb davom ettirsak bo'ladi. Ikkinchi savol: Min ayna anta? Sen qayerdansan? Bu savolga javobni ana min deb boshlab, keyin o'zimiz xohlagan davlat yoki shaharni nomini yozsak bo'ladi. Masalan, ana minal Yabani yoki ana min Amerika, ana minar Riyodi deb javob bersak bo'ladi. Uchinchi savol: Ma lughatuka? Tiling nima? Ya'ni qanaqa tilda gaplashasan? Lughati al-arabiyatu yoki lughati al-ingliziyatu yoki al-faransiyatu deb javob bersak bo'ladi. To'rtinchi savol: Ayna abuka? Sening dadang qayerda? Abi fil Kuwayti deb javob bersak bo'ladi yoki o'zimizga ma'qul bir joy nomini keltirsak ham bo'ladi. Beshinchi savol: Ayna ummuka? Onang qayerda? Ummi aydon fil Kuwayti deb javob berishimiz mumkin. Yoki agar onamiz uyda bo'lsa, ummi fil bayti desak ham bo'ladi. Oltinchi savol: Alaka axun? Sening ukang bormi yoki seni akang bormi? Hozir bitta ukam yoki akam bor deyishni bilamiz. Shuning uchun keling, ha, bitta ukam bor deb javob berishga harakat qilamiz. Naam, li axun wahidun. Yettinchi savol: Alaka ukhtun? Seni singling bormi yoki sening opang bormi? Bu savolga javobni bundan avvalgi savolni javobiga o'xshatib bersak bo'ladi. Naam, li ukhtun wahidatun. Ahamiyat bering, bu yerda ukhtun ismi bilan muannas na'at wahidatunni ishlatyapmiz. 8-savol: Aindaka sayyaratun? Senda mashina bormi? Ha demoqchi bo'lsak, na'am, indi sayyaratun deb javob beramiz. 9-savol: Aindaka darrojatun? Senda velosiped bormi? Yo'q demoqchi bo'lsak, la ma indi darrojatun deymiz. La ma indi darrojatun. 10-savol: Aindaka qalamun? Senda qalam bormi? Ha, menda qalam bor deb qanday javob beramiz? Naam, indi qalamun deyishimiz kerak. 11-savol: Aindaka daftarun? Senda daftar bormi? Bu safar keling, yo'q, meni daftarim yo'q deb javob beramiz. Javobimiz arab tilida nima bo'ladi? La ma indi daftarun bo'ladi. Shundaymi? 12-savol: Abuka tajirun? Sening otang tijoratchimi? Yo'q, u shifokor deb qanday aytamiz? La huwa tabibun. 13-savol: Min ayna Muhammadun? Muhammad qayerdan? U Germaniyadan deb qanday aytamiz? Huwa min Almaniya. Juda yaxshi. 14-savol: Ma lughatuhu? Uni tili nima?
U Germaniyadan bo'lsa tili nima bo'ladi? Lug'atuhul almaniyatu. E'tibor bering. Bu yerda al-almaniyatu deganimizda birinchi al aniqlik artikli, ikkinchi al esa almaniya so'zining bir qismi. 15-savol. Ayna abuhu? Uning dadasi qayerda? Keling, u Madina Munawvarodadir deb javob beramiz. Huwa fil Madinatil Munawwarati. 16-savol. Ayna ummuhu? Uning onasi qayerda? Keling, u ham turmush o'rtog'i bilan Madina Munawvarodadir deymiz. Bu arab tilida nima bo'ladi? Hiya aydon fil Madinatil Munawwarati ma'ahu bo'ladi. U ham, ya'ni onasi ham dadasi bilan Madina Munawvaroda ekan. 17-savol. Min ayna Hamzatu? Hamza qayerdan? U Yaponiyadan deb qanday aytamiz? Huwa minal Yabani. Keyingi bir nechta savollar Hamza haqida ekan. 18-savol. Ma lug'atuhu? Uning tili nima? Lug'atuhul yabaniyatu. Uning tili yaponcha deb javob bersak bo'ladi. 19-savol. Ayna abuhu? Uning dadasi qayerda? Huwa fis-Sini bo'ladi. 20-savol. Ayna Zaynabu? Zaynab qayerda? Qolgan savollarga darsning asosiy matnidagi ma'lumotlarga qarab javob bersak bo'ladi. Zaynab Iroqda edi, shuning uchun hiya fil Iroqi desak to'g'ri bo'ladi. Hiya fil Iroqi. 21-savol. Ayna zawjuha? Uning turmush o'rtog'i qayerda? Turmush o'rtog'i ham Iroqda edi, shuning uchun keling huwa aydon fil Iroqi deymiz. Huwa aydon fil Iroqi. Eng so'nggi savol. Azawjuha mudarrisun? Turmush o'rtog'i o'qituvchimi? U o'qituvchi emas, injener edi. Demak, yo'q, u muhandis deyishimiz kerak. La huwa muhandisun. Mana birinchi mashqni ham ko'rib chiqdik. Endi avvalgi darsimizda o'rgangan fe'l ko'rinishlarini yaxshiroq o'zlashtirish uchun biroz mashq qilamiz. Misol uchun zahabta, sen ketding yoki sen bording ma'nosidagi fe'l ko'rinishi bilan tanishdik. Bu fe'l orqali odamlardan ma'lum bir joyga, misol uchun biror davlat yoki shaharga borgan yoki bormaganliklari haqida so'rashimiz mumkin. Masalan, zahabta ila Kanada? Sen Kanadaga borganmisan? Yoki zahabta ila Toifi? Toifga borganmisan? Agar birinchi savolga yo'q deb javob bermoqchi bo'lsak, unda la ma zahabtu. Yo'q, men bormaganman. Yoki la ma zahabtu ila Kanada. Yo'q, men Kanadaga bormaganman deyishimiz mumkin. Endi ikkinchi savolga ha, men Toifga borganman deb javob bermoqchi bo'lsak, unda na'am zahabtu, ha borganman. Yoki na'am zahabtu ila Toifi, ha men Toifga borganman deyishimiz mumkin. Yana zahabta fe'li orqali yaqin orada qilingan ish harakatlar haqida ham so'rasak bo'ladi. Masalan, zahabta ila al-masjidil yawma? Bugun masjidga bordingmi? Al-yawma bu yerda bugun degan ma'no beradi va u fatha bilan tugab mansub holatda kelyapti. Marfu' ko'rinishda bu ism al-yawmu bo'ladi. Nima uchun u bu gapda mansub holatda kelyapti? Ayta olasizmi? Chunki u zorfuz zaman, ish harakatni vaqtini ko'rsatyapti. Bu savolga na'am zahabtu, ha bordim deb javob berishimiz mumkin. Yoki to'liqroq qilib na'am zahabtu ilal masjidil yawma desak ham bo'ladi. Endi xaraja fe'li bilan mashq qilamiz va quyidagi savolni so'raymiz.
Mata xorajta minal masjidi, masjiddan qachon chiqding? Bu yerda mata qachon degani. Xorajta sen chiqding, sen chiqib ketding degani. Namozdan keyin chiqdim demoqchi bo'lsak, gapimizni nima bilan boshlashimiz kerak? Xoraja fe'lini to'g'ri tuslangan ko'rinishi bilan boshlashimiz kerak, shundaymi? Men chiqdim deyish uchun xorajtuni ishlatamiz. Namozdan keyin ba'da solati bo'ladi. Demak, birga qo'shsak, xorajtu ba'da solati, namozdan keyin chiqdim jumlasi hosil bo'ladi. Bu fe'liya gap. Xorajtu fe'l ko'rinishida fe'l ham, fa'il ham mavjud. Xoroj qismi fe'l, fa'il esa domir tu. Ba'da so'ng, keyin degani va u mansub ko'rinishda fatha bilan tugayapti. Nimagaligini ayta olasizmi? Chunki u zorfuz zaman. Juda yaxshi. Ba'da solati zorf va mudof ilayh birikmasi. Agar aynan qaysi namozdan keyinligini aytmoqchi bo'lsak, xorajtu ba'da solati zuhri, zuhr yoki peshin namozidan keyin chiqdim desak bo'ladi. Yoki ba'da solatil asri, ba'da solatil fajri deb yana ham aniqroq javob bersak ham bo'ladi. Shu yerda bir savolim bor. Birinchi javob gapda ba'da solati deb solati ismi bilan al artiklini ishlatdik. Lekin ba'da solati zuhri bilan al artiklini ishlatmadik. Nimagaligini ayta olasizmi? Biroz yordam kerak bo'lsa, u bizga tanish idofa qoidalari bilan bog'liq. Ba'da solati zuhri birikmasidagi solati ismi mudof bo'lib kelyapti. O'rgangan qoidamiz bo'yicha mudof al artikli olmaydi. Bu yerda ba'da solati zuhri zorf va mudof ilayh hamda mudof va mudof ilayhdan tashkil topgan zanjirli ulanma bo'lyapti. Solati ismi ba'da zorfiga mudof ilayh vazifasini ham bajaryapti. Yana keyingi ismga mudof ham bo'lyapti. Va mudof vazifasini bajarayotgani tufayli al artiklini olmayapti. Keling endi ushbu savolni so'rashga harakat qilamiz. Bugun maktabga bordingmi? Buni arab tilida qanday aytamiz? Adhabta ilal madrasati al-yawma? Bu savolga javob la, ma zahabtu. Yo'q, men bormadim bo'lishi mumkin yoki na'am zahabtu. Ha, bordim bo'lishi ham mumkin. Navbatdagi savol. Ayna jalasta fil fasli? Sinfda qayerda o'tirding? Jalasta sen o'tirding degani. Aynani bilamiz, qayerda degani. Bu savolga jalastu amamal mudarrisi, o'qituvchining oldida, to'g'risida o'tirdim. Yoki jalastu xalfa Xolidin, Xolidning orqasida o'tirdim. Yoki jalastu tahtal mirwahati, ventilyatorni tagida o'tirdim deb javob bersak bo'ladi. Bu jumlalarning hammasida jalastu fe'l va fa'ildan tashkil topgan. Fa'il domir tu. Mansub ism hisoblangan amama, xalfa va tahta so'zlari zorful makan, makonni ko'rsatadigan ravishlar. Majrur ismlar al-mudarrisi, Xolidin va al-mirwahati hammasi o'zlari bilan kelayotgan zorfga mudof ilayh bo'lib kelyapti. Shu misollar bugunga yetadi deb o'ylayman. Inshaalloh Madina kitoblarini o'rganish orqali sekin-asta hali ko'p fe'llarni uchratishni boshlaymiz va ular haqida batafsil o'rganib boramiz. Keling bu darsni 60-betdagi 10-darsda kelgan yangi lug'atlarni takrorlash bilan yakunlaymiz. Az-zamilu, sinfdosh yoki hamkasb. Az-zamilu. Az-zawju, turmush o'rtoq. Bu so'z erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham qo'llaniladi. Az-zawju. Wahidun, bir yoki bitta. Wahidun.
Al-fata, yosh yigit, o'spirin. Al-fata. Ma'a, bilan, birga. Gaplarda zorf vazifasida kelgani uchun doimo mansub ko'rinishda keladi. Ma'a. At-tiflu, kichkina bola yoki chaqaloq. At-tiflu. Al-Kuvaytu, Kuvayt davlati. Al-Kuvaytu. Al-lug'atu, til. Al-lug'atu. Mana 10-darsni yakunladik. Darsimiz ancha cho'zildi, lekin alhamdulillah oxirigacha tugatdik va bir qancha yangi va foydali grammatik tushunchalarni, qoidalarni o'rgandik. Kelgusi darsdan inshaalloh 11-darsni boshlaymiz. Imkon qadar darslarga bog'liq qoidalarni yozib olib, kitobdagi mashqlarni ham mustaqil bajarib yozib borishingizni tavsiya qilaman. Kelgusi darslargacha assalomu alaykum.